Assalomu alaykum barchaga. Mana Xudo xohlasa navbatdagi ishimiz tayyor bo'ldi. Andijon Qo'rg'on tepasiga akamiz sotuvchi akalarimizga bir komplekt tayyorlab berdik. Bitta 6 talik ratan stulimiz bilan bitta 2 kishilik kachilarimizni tayyorlab berdik. Ko'rishingiz mumkin. Kachilarni ham, ratanni ham bir-biriga passivet qilib mokri rangidan tayyorlab berdik. Mana to'shakchalari ham mana qoralaridan. To'qilishlarga e'tibor berasizlar. Mana Xudo xohlasa uyaltirmaydigan qilib zich qilib to'qilgan. Oynalari kalyonli oyna sinmaydigan. Mana ko'rishingiz mumkin. To'qilishlari ham mana yonlargacha yangicha dizaynda qilib, yonlarini ham archa to'qishdan qilib to'qilgan. Orqalari mana alyuminiy variant ostida ishlab chiqaramiz biz, Xudo xolasa. Oynalar kalyonli oyna aytib o'tganimizdek. 2 kishilik kachelarimiz, to'qilishlar oldilari boshqacha stilda to'qilgan. Mana sulton bog'lishlari bilan. Kachelarimiz stenasi 3lik stena, 30lik turba, 32lik turba 3lik stenada bog'lasa qiyshayib ketmaydi. Mana ko'rishingiz mumkin. Orqalarigacha unaqa barakliklari yo'q. Ishlari hammasi parashka kraska bo'lgan, stullarimiz zanglamaydigan qilib parashka kraska sepilgan. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqarasizlar, cheklanmagan miqdorlarda yetkazib tayyorlab beramiz.